Xullas do'stlar, mana biz Bilolbek bilan Saudiyaning chegarasida turibmiz. 2 kundan beri viza kutyapmiz. Mana shu yerda bitta otel bor ekan, shu yerda turibmiz. Do'stlar, bularning vizasi chiqishi qiyin bo'ladi rostdan. Bo'lsam o'tib ketardik. Endi ko'p joyga konsulliklarga aloqaga chiqdik. Lekin o'zini konsulisi kerak ekan, afrikaliklarni Saudiyadagi konsulisi kerak ekan. Kim bizga yordam beraveradi do'stlar, mana shu bola uchun, mana shu oxirgacha olib boray, boshqa iloj yo'q. Vizaga topshirganimiz chiqmayapti. Pulini beramiz deyapmiz. Nima bo'lyapti bilmadim. Yo xristian diniga, islom diniga endi o'tgani uchun bunaqa bo'lyaptimi? Nima uchun yozinglarchi? Alloh, to'g'ri, Alloh nasib qilsa boradi hamma. Hammaga ham nasib qilavermaydi. Endi boricha harakat qilaman. Boricha. Ertaga aniq bo'ladi inshaalloh. To'g'rimi do'stim? Inshaalloh. Erta qara zo'r Saudiyada mashinalar ketib qaranglar.